Mana yana bir komplet stanogimizni boshliq olib kelib Buxoroning Shofirxoniga mana o'rnatdik akamiz, mana boshliq Mash akamiz borgandilar. Ha? Borgandik. Mana stanolar, ustanovka qildik, gazobloy kuyib qo'ydik, xudo xolasa ishyapti. Akamiz 3 tasi birdaniga olgan ekan, mana sizdan penabloy kuyib chiqardik. Stanoylari mana polniy mana topshiryapman akaga. Komplekt holatda. Mana kompressorlar ham aytganimizdek ikkita. Terma fanera stanogini baqa o'rnatdik hovliga mana. Akamiz hamma yo'qni bitta olganda hamma yo'qni oldi. Mana xudo xolasa buni ham chiroyli qilib kuyib ko'rsatamiz akamizga hozir. Qo'ldan kelganicha. Akamiz o'z burchatga chiqarar ekanlar, yana mana qo'shimcha biznes qilib oldi. Kompressorlar. Mana mikser, pena generatorimiz, katta mikserimiz, mana 3 tasi birda hamma yo'g'igacha komplekt qilib gazobloyni kuydik. Xudo xolasa mana ishib chiqyapti. Gipsoblogimiz, mana pena blogimiz ba'da mana akaga kuyib chiroyli ko'rsatdik, tumbasi-yu latoygacha.